Hürmetli vatandaşım, endiki leksiyemiz bugünkü ıslaq 2024 yıl 10. ayının 16. günü mavzumunda vatandaş ekranda bankada pul kalmadı. Yani bir haber Amerika ile İran'la sürkülüş örleşki başladı. Amerika devlet amallığı mutaxassisleri İran'a qarata stratejik siyaset tüzgende Cungoni imborga qilishni o'ylanish kerak. Dedi mavzulu xabar 10. ayının 16. günü Amerika ovozdan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington İran'a Cumhuriyetçiler Partisi Prezident namzatı Donald Trump'a suiqasd planlashni to'xtatish to'g'risida Amerika Qo'shma Shtatlari ogohlantirish berib, Amerika toki İranning neft va ximiya sanoat sohalariga yangi bir qatimliq embargo e'lon qilguncha Amerika bilan İsrailning kechiringlar. Amerika bilan İranning sürkülüşü örleşke başladı. O'xshashla Jungo bu paytda İran bilan bo'lgan munosabatni cho'nqurlashtirdi. Demak, O'rta Sharqda İran bilan Amerikaning munosabati sürkülüş boshqasida. İran bilan İsrailning munosabati sürkülüş boshqasida. Turganda jiddiylashyotganda Jungo Kompartiyasi O'rta Sharqda İran bilan bo'lgan munosabatni texmi cho'nqurlashtirdi. Şendiniz vatandaşım, demek hazır O'rta Sharqda Jungo Kompartiyasi O'rta Sharqdagi aksiyat chiqishlarni qo'llash orqali yoki İranni qo'llash orqali O'rta Sharqda Jungo Kompartiyasi Amerika bilan elishyotdi degan gap aytildi. Shunaqmi? Amerika bilan elishyotdi degan. Jungoning İranni qo'llashi Gazza urushi boshlangandan beri Jungo ko'p qatim İranni qo'llaydiganligini bildirdi. Demak, Hamas bilan İsrail o'rtasida urush boshlangan kundan boshlab Jungo izchil holda İranni qo'llaydiganligini bildirdi. Hamasning boshlig'i İsmail 10. ayının 8. günü Tehronda o'ldirilgandan keyin Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi İranning egilik huquqini qo'g'dashni qo'llaymiz dedi. Tığmıtı elişivatıdı, yalıngaç elişivatıdı Amerika Qo'shma Shtatlari bilan. Cumhur Halk Cumhuriyeti ve onun Jungo Kompartiyasi. 10. ayının 14. günü Wang Yi İranning tashqi ishlar ministri Argachik telefon berib, Jungo taraf mas'uliyatchan davlat sifatida o'ziga olgan vazifani cho'qim ijro qiladi dedi. Demek İran'a vədi beriyotdi. Öddiga algan İran meselesi, O'rta Sharq meselesi bu hiç öddiga algan mesele nima? Lekin biz bir cho'ng davlat Jungo sifatida bu öddiga algan meselelerge javobgar bo'lamiz va davomli ijro qilamiz deyapti vatandosh. Endilikda Jungoning haqiqiy ahvoli, pul dollar bilan bo'lgan munosabat ahvoli. Bu to'g'rida bir anglab qo'ying vatandoshim. Bankada pul tugadi. Amanet qo'yg'uchilar g'ajaldi. Mavzuli xabar 10. ayının 15. günü Jungoga nazar to'rbeti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Ovozli. Yaxshimisiz? Nehama debdi-da. Yaxshimisiz? Men pul amanet qo'ymoqchi edim. Qanchalik pul amanet qo'ysiz? Bank xizmatchisi savol qo'yibotdi. Jami 6 milyon pul amanet qo'yaman. Qo'l telefonimga yoki yan fonimga hisobot nomeri echib bersangiz, xizmatimiz oxirlashatdi. Sizlarning yana bosh xizmat mulozimatinglar bormi? Xizmatimiz oxirlashdimi? Sizlarning yana bosh xizmat mulozimatinglar bormi? Pul amanet qo'yg'uchi bankiga savol qo'ydi.
Banka dedi ki yok. Rahmet. Yaxşımısınız? Nihama deydi. Ben ettigen bankada 6 milyon yuan amanet koygan edim. Düştün ki bu puldan 5 milyon 990 yuan yötkep getilipti. Hesabımda fakat 690 yuan eşip kaptı. Bu nemi eş? Pul amanet koygucunun koygan suali vatandaş. Biz mi bilmeymiz? Banka hizmetçisinin bəgən cevabı. Sizler fakat bilmeysizler. Ben bu pulunu sizlerin bankanlığa amanet koydum ya. Pul amanet koygucu kişi. Ben hele sizlerin bankanlığa telefon bergendim. Hem ufturup koygan idim. Menin hesabatımını takap koyunla degendim. Lekin maşina bana hedef sözlü durdu. Mesela bankada abonentlarga yoki xaridarlarga aytib qo'ygan so'z, ovoz qoldirib qo'ygan so'z bilan so'zlayotgan gap. Mashina menga ha deb so'zligil turdi. Mening pulum yo'tkab ketildi. Sening puling yo'tkab ketildi dedi. Mashina so'zlayotgan odam sening puling yo'tkab ketildi dedi. Agar sizlar xaridarlarning hisob nomeriga kapolat qila olmasanglar, hazır gap sizlerinin bankanla bu meseleni hal kılışı gerek ko. Bankaga pul amanet koygucu kişi devatıdır. Bu işten bizden bankımız bilen münasebet yok. Alama gapdan aldınız mı? Xaridar bankaga amanet koyuvatıdır. O pul yo'qolab ketdi. Sizler bunun kapolat qilishinglar gerek ko. Yo'tkab ketdi. Kim yo'tkab ketdi? Bankının bu işler bilen bizden alakamız yok. Ondaqda bu pulunu bankadan kim elib chiqib ketdi vatandaş? Münasebeti yok. Sen saqchiga berib ma'lum qilsang bo'ladi. Bu pulni bizning bankimiz yo'tkab ketgani yo'q. Demek bu yerdagi yo'shirin jumla nima vatandaş? Bu pulni bankadan saqchi yo'tkab ketdi. Bankerlar bizden buna qo'limiz yetmeydi, ishchilar bizden buna kuchimiz yetmeydi. Sen bu pul ne ketdi degan savolni qo'ymay, saqchiga berib aytib, bu pulni saqchidan so'rab baqdi. Bu Jungoda bo'lgan bank munosabatlari, xaridor bilan bankning munosabati. Amaliyat butun jamiyat bilan bankning munosabati. Yana amaliyatda butun jamiyat bilan iqtisod pul muomalasida Jungo Kompartiyasining jamiyat fuqarolari bilan bo'lgan munosabati. Bugungi iqtisod mana yuqorida ko'rdik-ku vatandosh. Yuqoridagi qo'tinillarda iqtisod to'g'ri so'zildi-ku mana. Jungoning iqtisodi mana shu. Iqtisod tugadi, maliyat tugadi. Jungo Kompartiyasi qanday qilsa. Endi yuqorida so'zlagan so'zlarning ichida Chimpokongning so'zini cho'nqur tahlil qilib, vatandosh eliqi boshchiga 2026-yil Kompartiya tugaydi deganni hozir hisobni bugundan boshlab tugaydiganligi boshlandimi? Nima deysiz vatandosh? Qarang. İki mesele bugungi gavdilik. Rossiya Federatsiyasining davlat mudofaa ministri Andrey Filosov Beijingga keldi. Reis Xi Jinping ona ko'rishmay Fujian o'lkasiga xata qilib ketdi. Bu bir. İkincisi Reis Xi Jinping harbiy ishlar ishidagi barliq huquqidan ayrilib qoldi. Hozir barliq huquqidan da'vasingiz bo'ldi. Harbiy huquqdan ayrilib qolgan kuni Jungoda hokimiyat odami, siyosat odami, davlat boshlig'i degan boshliq bo'lmaydimi? Demek bugün her bir hukuktan çünkü Reis Xi Jinping ayrılıp kaldı. Onun günü manımı şunun düştüydeyiz. Endi Kazan'a baramdı Şanghay Hemkarlık Teşkilatı yığını. Ya ki bu yığın Pakistan'da ahırlı Şam'da aldığımızda görmez zaten.